Assalomu alaykum. Yana navbatdagi stanogimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa Samarqand viloyatiga jo'natamiz. Xo'p. Bunisi ikkinchisi. Turadi mana. Bunisi uchinchisi. Ikkinchisidan o'rlaramiz mana. Motor reduktorlar hammasi yangi qo'yiladi. Bo'lmasa ishlarimiz zo'r. Ketmon dastar, lopatka dastar, o'qlov va shunga o'xshagan kurugli detallarni ishlab chiqaradigan stanogimiz bu. Kimga shunaqa stanoglar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston barcha qo'shni davlatlarga dostavkamiz bor. Xohlasa hali ishlashlarini ham bir video qilib joylaymiz.